Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga o'zbek san'atidagi aka-uka san'atkorlar haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Botir Zokirovning ukasi Farruh Zokirov. Botir va Farruh Zokirovlar mashhur aka-uka san'atkorlar bo'lib, san'atkorlar oilasida dunyoga kelgan. Afsuski, Botir Zokirov 48 yoshida vafot etgan. Iskandar Hamroqulovning ukasi Samandar Hamroqulov. Iskandar va Samandar Hamroqulovlar mashhur aka-uka san'atkorlardir. Iskandar aktyor va qiziqchi sifatida tanilgan. Samandar esa aktyor va boshlovchi. Obid Yunusovning ukasi Hasan Yunusov. Obid Yunusov va Hasan Rajabiy aka-uka bo'lib, ular Rajabiylar sulolasining mashhur vakillaridir. Obid Yunusov teatr va kino aktyori hisoblanadi. Hasan Rajabiy esa maqom xonandasi, sozanda va bastakor. Alisher Fayzning ukasi Xurshid Turdiyev. Alisher Fayz va Xurshid Turdiyev aka-uka san'atkorlar bo'lib, Namangan viloyatida tug'ilgan. Ukasi Xurshid Turdiyev ham xonanda va bastakor sifatida faoliyat yuritadi. Xayrulla Sadiyev Yodgor Sadiyevning akasi. Xayrulla va Yodgor Sadiyevlar taniqli aka-uka aktyorlar bo'lib, mashhur aktyor Habib Sadiyevning farzandlari. O'zbekiston xalq artisti Xayrulla Sadiyev teatr va kino aktyori, dublyaj ustasi. Yodgor Sadiyev ham aktyor va rejissor. Anvar Sobirov esa Og'abek Sobirovning ukasi. Anvar va Og'abek Sobirovlar xorazmlik mashhur aka-uka xonandalar. Og'abek Sobirov bastakor va estrada xonandasi. Ukasi Anvar Sobirov esa aktyor va xonandadir. Muhriddin Xoliqovning ukasi Husniddin Xoliqov. Namanganlik aka-uka Muhriddin va Husniddin Xoliqovlar san'atkorlar oilasida ulg'aygan. Ikkisi ham xonanda va bastakor edi. Oybek Xolmedovning ukasi Ulug'bek Xolmedov. Oybek va Ulug'bek Xolmedovlar taniqli aka-uka san'atkorlar bo'lib, ijodiy muhitda ulg'aygan. Oybek xonanda va bastakor sifatida faoliyat yuritadi. Mashhur qo'shiqlar muallifi. Ulug'bek esa xonanda va shoumen bo'lib, o'zining konsert dasturlari bilan tanilgan. Sobit Asomovning ukasi Obid Asomov. Sobit va Obid Asomovlar o'zbek san'atining taniqli marhum aka-uka qiziqchilari. Sobit Asomov aktyor sifatida sahnalarda faol bo'lib, 1996-yilda sahnada yurak xurujidan vafot etgan. Obid Asomov esa 2018-yilda yurak xurujidan Toshkentda vafot etgan. Behzod Muhammad Karimovning ukasi Ulug'bek Muhammad Karimov. Behzod va Ulug'bek Muhammad Karimovlar o'zbek teatr va kino sohasining taniqli aka-uka san'atkorlaridir. Botir Muhammadxo'jayevning ukasi O'tkir Muhammadxo'jayev. Botir va O'tkir Muhammadxo'jayevlar ham o'zbek san'atidagi mashhur aka-ukalardan. Botir Muhammadxo'jayev aktyor sifatida tanilgan. Ukasi O'tkir Muhammadxo'jayev esa 1990-yillardan beri so'z ustasi va shoumen. Shohruxxon Yo'ldashevning ukasi Muhammadali Navrozov. Shohruxxon va Muhammadali Navrozovlar o'zbek shou biznesida taniqli aka-ukalar bo'lib, xonandalik va aktyorlik sohasida faoliyat yuritadi. Zuhriddin Rejametovning ukasi Husan Rejametov. Zuhriddin va Husan Rejametovlar To'gan Rejametov oilasida tug'ilgan. Ikkisi ham o'zbek davlat satira teatrining aktyorlari. Hasan va Husan Maqsudovlar. Hasan va Husan Maqsudovlar mashhur aka-ukalar bo'lib, aktyorlik faoliyati bilan tanilgan. Ular bir nechta loyihalarda bir-birining o'rnida rol o'ynagan. Umid Iskandarovning ukasi Muhammadali Iskandarov. Umid va Muhammadali Iskandarovlar o'zbek kinosidagi taniqli aka-ukalar. Umid aktyor va rejissor, Muhammadali esa rejissor, aktyor va prodyuserdir. Elyor Mahkamov Diyor Mahkamovning ukasi. Diyor va Elyor Mahkamovlarning aka-ukaligini ham ko'pchilik bilmaydi. Diyor estrada xonandasi, aktyor va prodyuser. Elyor esa asosan aktyor sifatida tanilgan. Majnun hamda Temur filmlarida rollar ijro etgan. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun
Rahmat.